Hör Uyghur Radiosi. Assalamu alaykum muhtaram azizlar. Hammalarga Hör Uyghur Radiosidan salam. Hörlük suyar Uyg'urlarning radiosidan salam. Hör Uyghur Radiosi 2004-yili marhum kompozitor Al-O'g'li Kurash Kusan apandimning bevosita yetaklashida Shvetsiyaning Eskilstuna shahridan Uyg'urcha anglatish boshlab, toki marhum apandimning tuyuqsiz vafotiga qadar nurg'un nadir asarlarni elga sungan edi. Biz marhumning izini besib, bugun 2022-yili 1-yanvardan boshlab Hör Uyghur Radiosidan har kuni 10 minutlik Uyg'urcha programmani ishlab elga sunmoqchi. Yangi yil quyoshi hammalarga hurlik quyoshi bo'lg'usi. Har bir kun, har bir aylanga xayrlik, omadlik bo'lg'usi. İnşallah bu yangi yil dillarga rohatlik, aziz tillarga salomatlik bo'lg'usi. Har biringlarning oilasi, atrofi hurlik nuri va barakatlarga to'lg'usi. Yangi yil yangi bahordan derak bergusi. Inoqlik, ömlik, mehribonlik, g'alaba har bir qarindishimizga yor bo'lg'usi. Biz hammamiz hurlikka tashna. Ish ömlikda, kuch birlikda degan o'rtoq g'oyada hammamiz birga tirishsak, Uyg'ur hamon bir kun hur bo'ladi. Hur mustaqil vatanni quralaydi va dunyoga chaqalaydi. Hurlik yashasin. Nima bo'ldim? Abduri Nadira Yusuf. Dertler besip yelkemdin, beşimni kötürelmez buldum. Cidel macra töhmetler ara, yolumni tapalmaz buldum. Başkalar uçar asmanda, men yerdime yürelmez buldum. Vətensizlik derdide, kimligimni bilemez buldum. Aqtağlık, qartağlık bulduk. Ah derdim, gözümni açalmaz buldum. Zuhurdu kopup her seher xabarga qaralmaz buldum. Niçin deb soruma dostum, sualga cevap berelmez buldum. Bu günler başlanış günler, kelgüsünü asla oylanmaz buldum. Yav keldi deb xabar berme, onunla karşı çıkanmaz buldum. Düşmenge asla vaktim yok. Öz macralarım içre veyran buldum. Yaxshi do'st bo'lay desiniz. Do'stlikni uzun muddat davomlashtiray desiniz. Do'stingizning kamchiligiga sabr qiling. Do'stingizning xarakterini saqlab qolishga yo'l qo'ying. Do'stingizning boshqalar bilan erkin aloqa qilishiga to'sqinlik qilmang. Do'stingizga erkin faoliyat bo'shliqi qoldiring. Do'stingizning maxfiyatligiga hurmat qiling. Do'stingizning o'z ko'z qarashi bo'lishiga yo'l qo'ying. Do'stlikni uzun muddat davomlashtirishning asosiy bir niyat, bir maqsadda bo'lishdir. Har vaqt samingizda bo'lsin. Do'stlik yo'ldoshlik ustiga quriladi. Sodiqlik bilan mustahkamlanadi. Tanqid bilan rivojlanadi. Xo'shamatchilik bilan oxirlashadi. Do'stlarni o'ziga qaratish uchun fazilatlik bo'lish kerak. Shaxsiyatchi, ichi tor, hasadxo'r bo'lib boshqalarning sharaf qozonishini yoqtirmaslik o'xshashla fazilatsizlik bo'ladi. Xo'shamat qilish bilan do'stlikka erishgili bo'lmaydi. Samimiy, sodiq bo'lgandala do'stlikni mustahkamligili bo'ladi. Hayotni o'xshatsang bir tub daraxtga, do'stlikni deb bilgin uning yildizi. Agar sen o'xshatsang hayotni o'tqa, do'stlikni deb bilgin uning yalqoni. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Men Qutay Kurash. Men bu yil 16 yoshga kirdim va gimnaziyani boshladim. Anamning deb berishicha, marhum dadam Kurash Kusan tugab ketganda, men anamning quchog'ida faqatla 1 yosh 1 oylik qolganman. Vaqt tez o'tdi ekan. Mana orada 15 yil o'tibdi. Anamning aslimlaridan, albom, rasmlardan, YouTube videolaridan
Dadamның simasını daim izleymen, körmen, anlayman. Dadam köreşküsen bütün barlığını öz halkiga, elvatanga atıgan fidakar insan. Barlıq işlerini elvatan üçün deb bilib obdan işlagan haqiqiy yaxshi adam. Dadamni cheksiz sevginishda doim eslayman. Sizlarga ayam, dada mahridan mahrum yashash bek tas. Bechara anam hammaga chidab, hem ana, hem dada bo'lib, zo'r mas'uliyat bilan meni o'qitib qatoriga ketishga tirishdi. Anamga hurmatda rahmat aytaman. Rahmat canım ana. Thank you, dear mom. Dadam köreşküsenge hem daim rahmet bildirmen. Sevginip eslayman. Her günü Allah'tan cennet tilip dua kılıman. Dadamның elbeten üçün fidakarlarıca işləğən xizmətlerinden suyunuman, fəxirləniman, örnek alıman. Dadamның iziga, ruhiga varislik qilib, yaxshi bilimlarni ilib, go'zal hissatda yetilib, el xizmatiga yaramliq bo'lishga tirishiman. Hozir men sizlarga Atlandık degan she'rini biraman. Sultan bo'lib xon o'tgan, Uyg'urumsan jahonda. Alim şahit bulğandı, sen tarixni yazganda. Dost degenler ahtimuş, insaf barmı şeytanda. Xan cemaati Uyghur biz, asır atlap mağanda. Atlandık biz bugün, ulug' bir büyük cenge. Anlansın cengi var, marşımız bu alemge. Erkinlik meş'ili yansın her yerde, yansın her yerde. Sultan bulup xan ötken, Uyg'urumsan jahonda, Oğuz xanlar kudreti dünyani bir alganda. Buğra xanlar şevqti alimge taralganda. Xan cemaati Uyghur biz asir atlap manganda. Atlandık biz bugün ulug' bir büyük cenge. Anlansın cengi var, marşımız bu alemge. Erkinlik meşili yansın her yerde, yansın her yerde, yansın her yerde. Allah'a emanet azizler. Haqiqat degan nima? Bir kishi apandimdan so'rabdi. Apandim, haqiqat degan nima? Haqiqat degan podsho azaldan deb baqmagan, balki mangu demaydigan, uni ko'rganda qo'rqusi keladigan narsa deb javob beribdi apandim. Muvaffaqiyat qozong'uvchilardagi 13 odat. Kishilarda yaxshi odatmi, yomon odatmi bo'ladi. Yaxshi odat sizni muvaffaqiyat yo'liga boshlaydi. Birinchi, muvaffaqiyat qozong'uvchi bir ishda uni qilishdagi maqsadini aniq biladi. Bundaqlar ishning natijasiga ko'ngil bo'lsa-mu, uni qilishdagi maqsadga bakrak ahamiyat beradi. Maqsadning aniq bo'lishi ularning natija qozonishiga turtki bo'ladi. Ular bu jarayondan huzurlanadi. Ikkinchi, muvaffaqiyat qozong'uvchi keskin qaror chiqaradi. Qarorni o'zgartmoqchi bo'lsa, ehtiyot bilan o'ylanib ish ko'radi. Odatdagi kishilar bir ishga yo'liqqanda azmlik bilan qaror chiqaradi, ham qarordan tezla yenib oladi. Muvaffaqiyat qozong'uvchilarning keskin qaror chiqarishidagi sabab ularning qimmat qarashi va ideyasi aniq bo'ladi. Ular ishning ig'ir yenikligini, jiddiy yoki jiddiy emasligini biladi. Shunga ishlarni atrofli bir taraf qila oladi. Uchinchi, muvaffaqiyat qozong'uvchi boshqalarning so'zini zan selib anglaydi. Zan selib anglash boshqalarning so'zini anglash bo'lib qolmasdan, balki boshqalarning nima demoqchi ekanligini oydinlashtirib olishdir. Boshqalarning so'zini zan selib anglaganda, mundaq bir necha ishga alohida diqqat qilish kerak. Birinchidan,
boshqalarning so'zini bo'lmaslik. Ikkinchidan, boshqalarning so'zini to'liq anglash. Uchinchidan, boshqalarning so'zini xotirlab bilish hojat bo'lmasa-mu, nima demoqchi bo'lganligini oydinlashtirib bilish. To'rtinchidan, so'ramoqchi bo'lganlarni ko'ngliga pukib, qarshi taraf so'zini tugatganda andin so'rash. To'rtinchi, muvaffaqiyat qozonuvchilarning kundalik plani bo'ladi. Muvaffaqiyat qozonuvchilar oldingi kuni kechda yoki shu kuni saharda bu bir kunlik ishlarni xotirlab chiqadi ham bu ishlarning muhimlik darajasi bo'yicha radga turg'izdi. Ular vaqtni emas, ishlarni o'rinlashtiradi. 5. Muvaffaqiyat qozonuvchilar kundalik xotira yozadi. Kundalik xotira yozishning qoidasi: birinchidan, mazmunni ifodalashga ahamiyat berish, qilibga eslanmaslik. Ikkinchidan, kundalik xotira yozishni izchil davomlashtirish. Uchinchidan, kundalik xotira yozish orqali o'zining hayotlik qimmati va markaziy ideyasini lohiyalash. To'rtinchidan, har bir ishning farqini xotiralash. Beshinchidan, alohida vaqt va alohida ishlarni xotirlash. Oltinchidan, masalani hal qilish. Yettinchidan, bilimli kishilardan so'rab o'rganish. 8-dan, xotirasiga o'z bayonini yozish. 9-dan, kundalik yozilgan mazmunlarni oy oxirida ko'rib chiqish. 10-dan, asli saqlash xotirasi va tajribasini yuksaltirish. 6. O'zi yaxshi ko'rgan ishni qilish. 7. Asosiy mahoratlarni davomli mashq qilish. 8. O'ziga doim eskartish berib turish. Bu nishonini doim o'ziga eskartib, o'z engiga singdirishdir. 9. Tasavvur qilish mahoratidan foydalanish. Nishonga yetganligingizni tasavvur qilganingizda, vujudingiz ixtiyorsiz shundoq bir unumni hosil qilishga yetaklaydi. 10. Jismoniy va zehniy kuchni saqlash. 11. Muvaffaqiyat qozonuvchilarning yashash nishoni ko'pincha o'zligidan xalqishdir. Iroda tiklash ko'p sondagi kishilar uchun tuhfa qo'shish uchundir. Ular pul tepish uchun emas, burchini ado qilish uchun ishlaydi. 12. Muvaffaqiyat qozonuvchilar sistemalik ish qiladi. Ularning fikri va harakatini tartibga soladigan bir yurish usullari bo'ladi. Shunga uni uzluksiz amallashtirdi ham boshqalarni yetaklaydi. 13. Muvaffaqiyat qozonuvchilar usul chora izlaydi. Mag'lubiyatchilar bo'lsa, bahona izlaydi. Muvaffaqiyat qozonuvchilar mag'lubiyatchilar xohlamaydigan ishlarni qilishni xohlaydi. Yuqorqi usullarni uzluksiz davomlashtirsangiz ham uni odatga aylantirsangiz, bu odatlar, bu go'zal odatlar sizni pul va ma'naviy boylikqa erishtiradi. Hayot. Abduri El-Kun. Quyosh, gul, qush, daraxt, tabiat. Muallaqda muqaddas ko'k asman. Mehringa hech qonmay, yana bir kun, yana bir yangi hayot boshlandi. Men hech bir daqiqa o'zimni yolg'iz his qilmayman. Men hech bir vaqt o'zimni kuchsiz his qilmayman. Men hech bir vaqt o'zimni asir tuymayman. Chunki men haqni izlaguvchi. Goh jahon ustiga noahlilarning tukruklari yomg'ir bo'lib yog'simi, yoki mo'ldir bo'lib bosh ko'zimni yarsimi, goh butun dunyo meni oldisimi, dunyo men izlagan haqiqatga ko'zni yumsimi, va yoki men izlagan haqiqat paxtakning ustiga changga tizsimi. Meni tuqqan, meni guldek ko'klatgan, shabnam tamchisidek yaltiratgan, goh chaqmoqdek g'azabdan yondirgan, so'yish ham so'yilishni, hayot va mamotni hammani menga hadiya qilgan ey qo'yni kang sehiy tabiat. U mening 5 yil bo'lgan ovozimni anglayolmagan
mehribon onamdek. O bana hiç yalgan etmaydi. Bana hiç xiyonat qilmaydi. O bana haqiqatni yulduzlar jimirligan tün keçisidan, sahardaki yorning mangzidek qizargan shapaqlardan, gugumdagi tilsimga aylandigan damlardan, tog'dan yoki bog'dan tepishni o'rgatdi. Ey Adem ve Hava'nın balaları, biz urushmayli, biz qiydaşmayli, biz nizahni tügeteyli, yuragimizga nafratning tig'larini sanjimayli, biz yig'lamayli, biz kulayli, ey haloyiq, biz kulayli, biz hammamiz haq uchun yashaylikki, muhabbat qalbimizni lavadek eritsunki, biz bir-birimiz uchun kuyib ketayli, kül bo'p ketayli, küllerimiz düşmanlarimizning ko'zini ko'r qilsin. Bizning yig'lashla emas, kulishga haqqimizning ham borligini unutmayli. Hey Uyg'ur, sen yig'lama, sen kel, sen kül. Hey Adem, sen odamdek yasha. Hey Adem, sen odamdek yasha. Hammamiz teng kullayli. Yosh to'lgan ko'zimizni bir daqiqa yumib quyoshga tik boqayli. Bak, ana bak. Qahrtanda muzlagan yuraklarga o'tni tang yoqayli. Kel. Bu safar uzun safar. Bu Uyg'urning hayotlik yo'li, mavjudlik yo'li. Bizga mangadigan boshqa yo'lmi qolmadi. Kelgina bir. Bu haq yo'lida biz billa mangayli. Taki Pilstratning ko'rigigacha tang oqayli. Bugungi programmamiz mush yerda oxirlashdi. Diqqat berganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar aziz qarindoshlarim.